tarixda 2 kilo e'tibor bering. 2 kilo uzumni barakotidan qurilgan masjid bor. Haligacha bor u masjid. Bilasizmi qanaqa masjid? Bir kuni bir siz kabi, biz kabi bir obid kishi ertadan chiqyapti-da, bozordan o'tib, yaxshi bir o'sha Husayni uzummi yoki bu Rizamat otami, shunday bir oltinday uzumlarni ko'ryapti, ko'ngli ketyapti. 2 kilo olyapti-da, xodimiga aytayapti-ki, "Yuvib borib qo'y, men borgandan keyin yeymiz", deyapti. Beraveryapti. O'zi ishlarini qilib, o'sha hojatlaridan bo'shab, asr vaqti, e'tibor bering. Asr vaqti boryapti. Ayoliga aytayapti-ki, "U ayol, onalari, ana uzumni olib keling." "Qaysi uzummi?" "Boya haligi xodimdan berib yubordim 2 kilo. Shu bolalar bilan bir o'tirib yeylik. Dadajonlari buni yeb qo'yibmiz", deyapti. Bir shoh, bir shingil ham qoldirmadilar. Yo'q. Shunday o'tirdik, haqiqatda dadalari juda shirin ekan. Bir o'tirsa yeb qo'yibmiz ha. Bir dona qoldirmadilar. Yo'q, deyapti. Bir dona yo'q. Shunday jahlda turyapti-da, eshikdan chiqyapti. Eshikdan chiqib ketsa, "O dadalari to'xtang, o jahl qilmang. Nima u sizga uzum yetmay qolganmidi? Nima uzum ola olmay qolganmidingiz? Yana olib keltirasiz, yana buyurasiz. Hozir mana xodim borib olib keladi. Dadalari to'xtang" desa ham ayoliga quloq tutmasdan chiqib ketyapti. Endi bu xafa bo'lganligi, mana g'azabi chiqqanligi aniq. Nahotki deb ayoli ajablanib qolyapti. 2 kilo uzumga shunchalik qilyaptimi, deyapti. Ketyapti er. To'g'ri kimga boryapti? O'sha yer bilan, uy bino bilan shug'ullanadigan tojirning oldiga boryapti. "Menga", deyapti, "shu qishlog'imizning o'rtasidan eng yaxshi joyda menga palon so'tiq ajrat", deyapti. "Bo'pti, qachon?" "Hozir", deyapti. Xodimiga pulni chaqirtiryapti. Qarang, asrdan keyin uyiga borganida asrdan keyin qilayotgan ishini qarang. Va yer o'lchatayapti-da, yer o'lchagunicha ana u prorabni menga chaqir, deyapti. Masjid quradigan ustalarni chaqirtirib, "Mana shu yerdan", deyapti, "eng hashamatli masjidni menga qur", deyapti. "Qachon? Ertadan?" "Yo'q, hozir", deyapti. "Hozir? Yo'q, hozir qur", deyapti. Qarang, asrdan keyin chiqib borib yer sotib olib, ustani chaqirib, katlavorni kazlatib oryapti. Va uyga xursand bo'lib kelyapti. Buni qarang, bir arab ulamosi aytib beryapti. Arab ulamosi, bu o'sha masjid hozir Arabistonda bor o'sha masjid. Aytadiki, "Men otamning o'rtog'i, o'zi imom. Otamning o'rtog'i imom edi, dadamni, otamning do'sti bo'lganligi uchun rahmatulloh alayhi bir eslab kelay deya bir imomning ziyoratiga bordim. Ziyoratiga borsam, masjid eski. Ya'ni ammo shart-sharoitlari juda ham mukammal. Hozirgi biz jahon talabidagi har narsa qilingan. Aytdimki, "Hazrat, masjid lekin juda eski ko'rinadi. Bir 100-200 yillik bo'lganmi?" deya, u yoq bu yoqqa qarasam, "Yo'q. Bu masjid 100 yil, 200 yillik emas, 400 yildan oshdi", debdi. "Bu masjidning qissasi bor" desa, "Bu 2 kilo uzumning o'rniga bitgan masjid", debdi-da. O'sha masjidni boyagi nima, og'amiz nima qilgan otamiz? "Bu ahlim meni tirik turgan holimda, dunyo o'zimniki bo'la turib, men uchun bir shingil uzum olmabdimi, demak men o'lganimdan keyin molimdan bir chaqa ehson qilmaydi bular", debdi-da.